ikki xil turdagi gilosimiz. Biri Valovoy sersa, biri yangi navlardan biri. Do'stlar, 2026-yil 3-may sanasiga Xudo xolasa Valovoy sersa gilosimiz. Kattaligiga nisbatan mevasi kam. Bunga Xudo xolasa yangi navlar ulaymiz. Bir tarafini mana kuz oyida kesganmiz. Palovoy kraskalar qilganmiz. Kasalliklar yo'q Xudo xolasa. Yana yangi shoxlarga avgust oyida payvand qilamiz. Bu daraxtimiz Xudo xolasa shu holatga keladi mana. Yangi nav ulangan, o'zini o'zi 100% changlatuvchi hosildorlik ko'ringlar do'stlar. Rang olishni boshladi Xudo xolasa. Kalibrlari ham yaxshi. Bu daraxtimiz ham bahor gilosi bo'lgan. Yarimiga yangi nav ulaganmiz, o'zini o'zi changlatuvchi 100% mevasi bor Xudo xolasa. Holatni ko'ringlar. Yonimizda mana payvand qilingan shu daraxtimiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska bo'lib, Xudo xolasa yaxshi videolar qo'yib boramiz.